Oyuna $600 arrendatori bor biznes kerakmi? Sotiladi. O'zgazoyni to'g'risidan gapiramiz. Qarang. O'zgazoyni to'g'risida imedagi zdaniyalarni bilmaydigan odam menimcha bo'lmasa kerak. Bilganlari eslatma, bilmaganlari ko'rsatma manasida yana bir qator tushuntirib beraman adresni. Unda postkay. Semafor ham turibdi-ku. Rasinterpol. Bu yerda bo'lsa Zapchast bozor. Bunda Optim bozor Turkiya yaqindasan. Shuni to'g'risida Uzkabil do'kon sotiladi. Buni qiziq yeri, xohlasangiz depasidan ham yana shuncha joy beradi ikkinchi etajdan. Uni aytayini pulini gaplashaverasiz. Endi razmerini aytaman, qarang. 6.30 ga orqasi 15, 100 kvadrat bo'ladi. Endi 15 metra imkon taraf girmaydi. Bu ham addini o'zingiz uchun qilingan bu. Ben lekin 15. Bu yerni sotib olib, o'zingiz ishlatsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz arrendatorlar ham bor. Arrendatorlar bilan sotiladi. Yurib turgan joy. Bu tochkalarni hamma biladi. Yani 2 chiqish uchun bu yerdan zina qo'yib bersangiz ham bo'laveradi. Qarang, yana bir narsa bor. Bu ishning arasida yana 5.5 6.30 degan zona bor. Lekin bu do'konning ichiga girmaydi. Xohlasangiz bu yerdan addini qo'shib hisoblab aytib beradi. Xullas, telefon qilsangizlar narxini kelishtirib chiroyli qilib beradi. Bu yerdan tochkanchilikni ko'pchilik biladi menimcha.